buxgalter kerak emas deyiladi qachonki ko'pincha belliga ishlamasa. Biz soyadagi biznes deb aytamiz buni. Qachonki hamma chekka urmaydi, ko'rsatmaydi, biznesi 100% belli bo'lmasa, buxgalter kerak emas degan fikrda bo'ladi. Chunki bu yerda отчетность yo'q, bu yerda hech qanaqa soliq munosabatlari yo'q va hokazo. Bu qaysidir momentgacha davom etadi, lekin hozir avtomatizatsiya zo'r ketyapti. Hamma narsa o'sha soliq organlarining tizimlarida ko'rinyapti. O'shaning uchun bunaqa sxema bilan uzoqqa bora olmaydi, o'sha eng summaga chiqa olmaydi tadbirkor. Soyadagi biznesga eng ko'pi qurilish etilyapti, umumiy ovqatlanish etilyapti. Chakana savdoda, masalan, markirovka uchun katta shtraflar bor. 3 oylik tushumni 20% gacha olib qo'yishadi jarima qilib. Mana shu shtrafga tushib qolmaslik yo'lini qilish kerak. Va qurilishda bo'ladigan bo'lsa, eng ko'p narsa bu materiallarning prihodini belliga olmaslik va sotayotganda haqiqiy narxini ko'rsatmasdan sotish. Bunga o'sha yaqinda 1 oy oldin mana qonunlar chiqdi, bozor narxidan sotish kerak, soliq bozor narxidan hisoblanadi. Hisoblanish tartibi ham chiqdi o'sha. O'shaning uchun agar bu joylarni nazorat qilmasdan eskicha sxemada ishlayman deydigan bo'lsa, eski sxemalar o'sha ishlamayapti.